Davom etamiz. Poytaxtimizdagi Yoshlar ijod saroyida Soliq 2026 forumi tashkil etildi. Unda soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar va yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Muxbirimiz xabar beradi. Ochiqlik, ishonch, o'zaro mustahkam hamkorlik tashkil etilgan forum ayni maqsadlarga xizmat qildi. Unda soliq tizimidagi eng so'nggi yangiliklar haqida ma'lumot berilib, 2025-yil yakunlari bo'yicha yilning eng yaxshilari munosib taqdirlandi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab soliq qonunchiligiga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Forumimiz ham soliq to'lovchilarga yangi berilgan yengilliklar, yangi kiritilgan majburiyatlar bo'yicha o'tkazilyapti. Kiritilgan o'zgarishlardan bittasi soliq kodeksining 81-moddasiga asosan 5 ta soliq turiga soliq organlari tomonidan soliq hisoboti avtomat tartibda shakllantirilishi va soliq organlari tomonidan yuborilishi belgilandi. Bular aylanmadan olinadigan soliq, qo'shilgan qiymat solig'i, yuridik shaxslardan olinadigan yer, mulk solig'i va jismoniy shaxslardan olinadigan daromad va ijtimoiy soliq hisobotlari endilikda tadbirkor tomonidan yuborilmaganda soliq organlari tomonidan avtomat tarzda shakllantiriladi. Bu soliq to'lovchilarga buxgalteriyaga bo'lgan xarajatlarni yoki ortiqcha ovoragarchiliklarni kamaytirishga olib keladi. Tadbir davomida huquqni qo'llash amaliyotidagi muammoli jihatlar o'rganilib, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Shuningdek, tadbirda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan soliq siyosati strategiyasi muhokamasi o'tkazildi. Forumda eng ko'p ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyekti, eng intizomli soliq to'lovchi, eng yosh tadbirkor, namunali mahalla kabi nominatsiyalarda g'oliblar aniqlandi. Soliq forumi 2026 davlat va tadbirkorlik jamoatchiligi o'rtasida ochiqlik, sheriklik va konstruktiv hamkorlik tamoyillariga sodiqlikni yana bir bor tasdiqlab, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratdi.